Tak, kim bo'lib ishlaysiz? Qancha topasiz? Qayerda turasiz? Lavozimim zamministr, qora jentram bor. Srazu tuzotlardan yurdiz-u? Tak, xotiniz yoki qiziz yoki Instagramda har kun salomlashadigan qizingiz yoki ishxonada gaplashadigan kollega qiz yoki sizni yigitida biladigan lekin sizni xabaringiz yo'q bo'lgan qizingiz bormi? Yo'q, polniy bo'ydoqman. Endi so'rash kerak-da. Tak, genetik kasallik, xronический kasallik, bolalarning kelajagini hozirdan o'ylash kerak-da. Ochkida qarkansiz, rengingiz nechi? Ha yo'q, bu prosta oddiy shisha. Okay. Xo'p, oilada nechtasizlar? 5 tamiz, 4 ta katta opalarim bor. Ohohoho! Sirasidan boshlash kerak edi. Tak, dalish savol berishdan foyda bormi ekan? Men lekin o'zim yashayman alohida. Допустим, xo'p, uhod qilasizmi? Krem surasizmi? Ну да, retinol ishlataman har kun. O как? SPF ishlatasizmi har kunda? Yo'q, zachем? Menga shart emas. Unda qarang, retinol ishlatganingizda teri super yangilanishini va yangi tug'ilgan chaqaloq hujayralar quyoshdagi ultrabinafshaga super ta'sirchan bo'lishini bilasizmi? Undan keyin siz dog'larga, ajinlarga deb ishlatgan retinolingiz teskari bo'lib ishlashini bilasizmi? Nabarot ko'proq dog'lar paydo bo'lishini bilasizmi? Ha? Tak, javobgarlik his qilmaydi. Zato yaxshi topaman, mahrga geli olib beraman. Nima foydasi bor uni? 4 ta opani singlisi ekansiz-ku.